Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, imkon bergan kanaliga xush kelibsiz. Mana bugun xudo xolisa yangi posonimizni bir faizli xonadonga o'rnatib berdik. Inshaalloh qo'ldan kelgancha chiroyli chiqdi. Mana aynaklarimiz Trimo aynaklar sensor yumaloq qilib ishlangan. Shkaflarning ichlari o'zim ko'rib olmayapman, sababi tashqaridan o'zim videoga olyapman. Mana bu yoq muzqo'y tomon. Moshalari vakuum. Shkafimiz o'rta qismi. Tepasida sefi bor. Polka ikki chekasi mishilka. Bu taraf ayollarga tepasida polkasi bor. Bu narsa qo'ygani, erkaklar tomonda ham do'p qo'yadiganlari bor. Shkafimiz razmeri bo'yi 2.10 ga, eni 2.55 joyga tushadi. Mana spandingimiz yonlari miyaqli qilib ishlangan. Ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Trimoyimiz bitta tortmalik. Vakuum tortmada. Spandingda matrasi 220 ga 170 eni bo'lib ishlangan. Kalla tomoni 275 joyga tushadi. Toshning razmeri 275. Trimosiga kelsak, trimosi 160 eniga ishlangan. Trimo tepa qismi katta bitta tortma. Ko'rishingiz mumkin. Chekasi bir tarafi tortma, chap tomon polni tortma bo'ladi. O'ng tarafda polka. Ichiga ancha-muncha narsa sig'adi. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, xudo xolisa pastdagi nomerlarga murojaat qila olasizlar.